Selamünaleyküm aziz arkadaşlar. Hazırki vaktiniz hayırlı olsun. Bugün sizlerle dersimiz R programını süzleyimiz. Aldaki dersimizde kötü her programlarının düşündürüşünü. Ama ders kısmında ütüdüğünü menenki üzerine R programı ve Stata programını öğrendim. Stata'nı hem öğren oldum hazır mı? Hazır edip makalem şunu yazayım. R programını magisterlik okuğandım. Magisterlik makalemni R programı ve Stata'larını birleştirip işlep tükendim. Ama maketden kısım doktorluk makalemni Stata programı sizodum. Başlandığı aydınlık. Mekanın başka programları var. Asaslıkı şu Stata programını koymadım. Sonra maketin de R programını düşündüm. Mesela R programı degan nima ekan bu R programı deyaversen indigen gap to hiç onu mümkün. Nasıl biz qarab hani Google Sensei'den izlep yani Google muallimden izlep koyamız. Qirdi Google. R programı degan nima? Amsi R programı degan nimada bezib qilin? Ingliz tilida aytadi. Ha, R programı logolandırma ekan aldım konuşgandek. Endi Wikipedia'dan izlep. Wikipedia nimada o'qing. R programı R programming language dedi. Yani R programı tili dedim. Bu R programı degan nima ekan sana? R is a programming language and free software dedi. Ne? R bolsa bir program tili ve haksız bo'lgan bir app dedi. Yumshoq detal deydi. Yumshoq detal. Environment for static compare dedi. Statikda qo'llanilgan hazırlangan ve grafiklarni bir taraf qilish uchun ishlatilgan bir function, ya'ni bir funksiyalik statistiklik ma'lumotlarni bir taraf qiladigan til demoqchi. Uni yerda R language as birini deb bularni o'zingni ko'rib olsang bo'ldi. R program degan nima ekan sana? Bir program tili. Bu program tilida nimalarni qilamiz deganda statistiklik muhitni hosil qilish va shundan foydalanib cho'ng sonliq ma'lumotlardan foydalanib turib har xil analizlarni olib berish. Aslida bor. Buniki data analyzing statistik. Mushu statistiklik yumshoq detalda hem sallarning taraqqiyotida qo'llanilmaydi, hem sallarni analiz qilishda qo'llanilmaydi deydi. Buning rollarini nima deb qarabdi, buni o'zinglar ko'rib olsangiz bo'ldi. Endi biz bugun bu Stata programmani qanday tushiramiz kompyuterga. Shuning bilan birga uni tushirgandan keyin azroq mashqlanib boramiz. Stata mana R programma asosan haksız. Bu haksız bo'lganlik uchun buning ishlatilishi intayin keng. Ya'ni nimaga agar qanday nimasi alaylik bordi, hozirgi R programmani ishlatish qanchalik saviyada tekshirmoqchi bo'lsanglar, top 10 program yoki 5 program in the world deb bersanglar, programming language. Boshqa 10, ya'ni en kullanıştan 10 program tili deb Google'a kirgizsanglar chiqadi dengi. Hech bo'lmasa 4 ning ichida bo'lma, 3 ning 2 ning ichida bo'lmasa, 3 ning 4 ning ichida bor degan gap. 5 ning ichida chiqib degan gap. Ya'ni birinchi va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, 5 ning ichida bor degan gap bu programning ishlatilishi. Agar izlab baxsanglar shuni topolasiz. Endi buni qanday tushiraman degan gap. Buningki tushirish adresi maya qarsanglar Wikipedia'danchi ma ostiga tushsanglar website degan tor bet adresi www.rproject.org degan mushuni bossanglar bo'ldi endi.
yoki bo'lmasa Google'ga download our program deb yozsangiz bo'laveradi. Qayniq taysanlar topalaysiz. Bu yerdan bosib qo'ying. Bu yerdan bosdik. Mening kompyuterimni surati astroq shuna. Mesela, and download our dedi. Download our. Çekilecek mi? Dedi. Bu yerda manda bir millat chiqar ekan. Bu davlat tavalligiga tushunish adreslari ekan bu. Buni ishlatib inson bo'ldi. Biz nimaga R programni tushirish deganni bakın nereden bakayım bunu. Nereden istedim buldum. R programını download. Bunu basılı. Download for Windows. Yani ilanındaki kompüter Windows olsa Windows şeklinde. Annem olsa o alma olsa onu. Bunun Linux olsa karşısında olsa bunu tabi sana buldu. Nerede? Bastık. Şu adı deniyor. Hem de yana bir usul yana bir usul çözsem R çizikçe project check org. Ma hazır az kapta düşüyor. Ağameyeler qarağa alma ve başlıqlarga işte baş kompüterlerge tushunmasiz. Sonra kompüterniki 32 bitlik ve 64 bitlik var. Şuna qarab bizning kompüterga mos kelgan shaklni tushunsamaydi. 32 bit yoki 64 bitlik. Uni qanday tekshirmaganda kompüterning sistem deganini yerga kirib turib, shu system information degan yeri bor. Endi chaqma resim bor var. Aşağı chiqqandan keyin aşağı cheksanglar, anda kompüterlarniki sisteminiki qanday sistem ekanligi, hozir sisteminiki 32 bitlikmi yoki 64 bitlikmi deganlarni hammasini ko'rasiz degan gap. Shunaqa asosan tanlasang bo'ldi. Torlarni shakl hammasi bor qanday tushirdi deganlarni. Shuni torlarni ko'rsam bo'ldi. Endi yana birisi bor, R programniki R Studio deb. R Studio. Bularni R Studio shu R programni to'liqlash bilan bog'liq. Ya'ni texnikani mukammal qilish uchun ishlatiladi deb bilsam bo'lmaydi. Agar buni ishlashsan bo'ldi, ishlatmasang, o'zingning ahvoli qarab turib, tushirib R programni ikkisini birlashtirib ishlashsan bo'ldi deydi. Yo'q, men uni ishlatmayman desanglar, u o'zingni istaydi. Free degan yerni chekib turib, menga qarab turib, o'zingni kompyuterniki download Windowsniki bor. Kompüterlarniki tipli qarashlar 86, 64 yoki 32 yoki boshqa shaklda shuni qarab turib, o'sha Windowsniki
ne tushunsan bo'lganga. Kompüterlarning tip numeri qarasa Windows 7 mi 8 mi deyilgan. Ama zip kodunu tushir, zip kodliq tushidi bu. Zip kodunu chiqmasda stadionga ketadi ma. Ma bizni kichik bo'ldi mana. Va qarasanglar, asti qarasanglar, qo'yatni qilgandik buni. Endi file file mana mening kompüterim English sistema. Widgetni ochamsan degan yeri bor. Menga qarasang och degan gap bor. Menga qarasang widgetni ochamsan deydi. Hamma qilib widgetni ochib o'rin nerdaligini bilolmasang, bilolsang bo'lgan gap. Bu yaxshidir. Agar nerdaligini bilmayman, karim yo'qsang, o'sha ochmoq deganni bossang bo'lgan gap. Buni hozir nima qilamsan? Aktiv holatga keltiramsan edi. Ha, aktiv holatga harakat qildirmayman sana. Bossang bo'ldi. Uni keyin saqlaysizlar. Hozir aktiv bo'ladi berma, qo'yiladi. Davomlashtiramsan edi. Ha, desang bo'ldi. Yani R programı for Windows 3.6. setup dedi. R programı nima uchun? Windows kompüter uchun. 3.6.2 mush sistem uchun. Haydi sana. Haydi sana oldu. Yoki yes deb ingliz bo'lsa yes deysizlar. Xitoycha bo'lsa shu deysizlar. Uyg'urcha bo'lsa haydi sana bo'lgan gap. Uyg'urcha sistemda sizlar ishlatmaydi deydi. Buni bossizlar. Endi tilini tanlaysizlar install deb tushirga tilini tanlaysizlar. Meniki yapon tilda bormaydi, nihongo deb. Endi mana bossanglar, buniki hamma tillari bor, French, Indianalar degandek. Buni qarasanglar xitoycha bor. Uni keyin turkcha bormi, yo'qmi? Turkcha bizamchilik model turkcha. Turkcha yo'q o'xshaydimi bu? Ruscha va Tayvancha degandek. Qolgan İtalyan varken, Spanish varken, muştullar varken, Türkçe yok o'xshaydi. Turkish degan bir nima ko'rinmaydi deganga. Uydan tanlab qaysi tilni tanlasanglar, shuni tanlab turib, haydi sana, okey desang bo'lganda. Okeyni bossanglar, malig'i qo'shilamsan edi, qo'yili qo'yib, bir mo'ch qo'shiladigan nimalar-chi bu. Ha deysan bo'lganga. Mau kompüterning nariga tushidi, kompüterning nariga tushirsa degan tanlab turasizlar. Hozir nariga tushdi bu. C C'ning ichidagi programma faylning ichiga uning ichidagi R programmaning ichiga install, ya'ni aşağı tushirgan. Buni agar hadisang bo'ladi. Agar o'rin boshqaga almashtirma desanglar, bu yerdan besib turib o'rin almashtirsang bo'ladi. Next, masigi degan ingliz yaponcha sigi deymiz, mana next degan gap. Keyingi betning, ya'ni mangdir degan gap bo'ldi. Next. Mangdirsizlar. Buni qarab turib, o'zingizning kompyuteringizga, ana tipini tanlab olasizlar. 32 bitlikmi, 64 bitlikmi, hamma bo'lsa hamma tanlab qo'ysang bo'ladi. Endi sig'imchiqroq qilib qo'yadi. Hamma o'zingizning kompyuterining ahvoliga qarab turib, agar kompyuteringizning 32 bit fayl, 32 bitlik, 64 bitlik bo'lsa, ashuni tanlab olsangiz, ya'ni chekib olsangiz tanlanuvchi ma u yo'q bo'ldi. Mana cheksanglar bor bo'ldi endi. Chunki o'zingizning ahvoliga qarab qilsanglar, agar bek bilamsan hammani qidirib tanlab olsangiz bo'ladi endi. Hozir qo'zitamiz, shu nima bios ochgandan keyin qo'zitib chiqib bo'lgandan keyin qo'zitamiz dedi. Deyasizlar bo'ldi bunaqa. Uni keyin R programmaning ismini shuni ko'rsatirish oshna bo'lam dedi. Desanglar bo'ldi. Mana deb tursanlar, install qilib tanlagandan keyinki, ya'ni eng oxirgi aniqi nomerlarni kengaytirilma ismlarini shuni qilamiz deb tanlabdi. Bunda agar tushirgandan keyin, ya'ni birla chekkandan keyin qo'zg'alish holati bo'lamdi, bu bo'lamdi degandek.
Yani kengaytirilgen ismi ifadelensin depdi. Şoň manyň eger meniki de işki tanlaglykyn, eger hemen tanlasaňam boldy ýa-ki aslydykmyş ar şekilde kürensen ýa-ki ar data şekilde kürensen ýa-ki başga numar goýman degendek birini tanlasaňam boldy diýen. Şoň kan tanlasaň özüňiň ihtiýary. Buna çoň mesele ýok. Bunu goýup bersaňam birden dikin hani şu install yani şu ada diýen. Şoň muş şekilde bolgandan keyin aň ahyrda finish diýen bir gep çykdy. Şoň finish degeni başlana boldy. Meniň kompýuterim boğanlyk üçin buny hani düşürmesem boldy. Düşürmeýmen. Şoň cancel gylyp oturup ýolda çekinýetmen. Eger sizde kompýuteriňiz ýok bolsa, muşu çıkboğandan keyin finish degen gep çykdy. Tamamlaş degen gep. Şu tamamlaşny başlaňlar kompýuteriňe düşüdi. Şu boýunça düşürsäň boldy degen gep. Ama men çekinip etmemse. Çekinip etdim. Meniň kompýuterimde bar bu. Mane ýazsam, mana şekilde düşken R 86 diýen ma şekilde. Buny bir çekkendan keyin meniki R program sistemi kozuldy diýen gep. Bu şekilde kozgalsa, muwaffakyetlik bopdy. Meniki kompýuterim R programmy meniki kança eken men garasaňlar mana R programma 32 bit dedi. 32 bitlik şekilde düşken. Meniň kompýuterimin sistemisi Windows 7 biraz kendi kalgan. Sonra muşu şekilde düşürgendim. Endi bunaň biraz meşgulany kılymyz. Bunaň da kuş eliş yakın hesaplaşlaryny işleseňe boldy diýen gep. Meselem 3 kuşumuz 3. Bunu tany basaň 6. Bu şekilde hesaplaşlaryny elip bagany boldy diýen gep. Bunyň kendin grafiklaryny çykany boldy diýen. Meselem plot tırnak açdyk. Norun 1000. Ma bir tırnak hatalyk etdim. Eger animaň hata bolsa, munda hatalyk kürül dep çykyp bolady. Buny eger nokusaň köçürip, meňe çatlagandan keyin hatalykyň nädeligini goýup koýsam. San ýazga wagtynda tırnakçyk elip ýazmaz şu bu sanny. Şoňa hatalyk boldy yani. Manda bir grafik çykdy indi. Endi başga işlerni kıygan olan da olsa, kıyganı boldy diýen gep. Meselen, elek sinus syzyk, kosinus syzyk diýen bir syzyklar bardy. Buny bilişiňiz mümkin. Aşny kyp baksak ço, insan kyp baksaň boldy. Meselen, plot sin. Sinus syzyk diýen gep. Sin degen sinus köp. Näme kosinusny ýazsaň bol tangens kotangens diýenlerni matematik öwrengen şunu ýazıp baksaň boldy diýen gep. Bu işlerini köpetişlerin hemmesini işlegeni boldy diýen gep. Ben 2 plus 2 4. Başka minus 2. Mama hatalı bitti. Minus 2. Bu ne demek bu? 2'nin minus 2'nin kandak kızak nöbetinin mançıda boldu. Onun kendine başka san sıfırlarını kirgizip işleseňem boldy. Meselen 2
x'ga x şekil manda şekil munda oldu bununki. X equal yani x'ten 2'ni ifadaleydi deyen gep berdi. X 2'ni ifadaleydi o deyen gep. Yani bunu yazgan dikin x kança dep bassanlı mega göstersen 2 çıkıp bir deyen gep. Eğer 4 pushiman x desançı bu ne çıkırdı? 6 çıkır deyen gep. Bu şekilde elip bağın şekilde nemin elip bağın oldu. Hem de yani birisi bir nimlarni ishlab qilay. Masalan, beden egirligi bilan bo'y egizlikninki bir tanosiq munosabat qurilib, shundan keyin odamning o'lchamsiz, ya'ni urug' semizligi bilan belgilangan bir nima BMI degan bir nima body mass index degan bir gap bor. Buni shu nima kirgizib baksanlar biolog nima Google'ga BMI deb kirgizsam aşnan nimani ifodalagan bu. B deganga body, odamning badani, mass deganga ya'ni BMI yana odamning o'lchamlik beden sütüninki indeks. I degan indeksni ifodalaydi. Shuningdek yani mass yani body mass index yani body degan shu bedenni ko'rsatadi. Index degan shu index degan uyg'urchada index deb belgilagan buni. Yani bu mass degan shu massa degan gap. Yani beden massaninki indeksden ko'rsatkichi, ya'ni beden sütüning ko'rsatkichi yoki beden massasining ko'rsatkichi degandek bo'ldi. Buni qanday ishlab qanday topamaymiz degan vaqtda hay, ya'ni egizlikka va egirlikka. Egizlikka va egirlikni kirgizib olgandan keyin masalan egirlikni nima deymiz? Egirlikni weight deymiz endi. Voy. Egirlikni weight bu equal yani bu egirlik degandan her bir adamning egirlik bo'ldi. Shunga buni bir ifodalagan bir sanni beramiz, ya'ni C mesela bir adamning egirlik 60 olsun. İkincisinin egirligi 65 olsun. Üçüncüsünün egirligi 70 olsun. Dördüncüsünün egirligi 81 olsun. Beşincisinin egirligi 90 olsun. Yani birisinin egirligi neçe olsun? 72 olsun diyeyim. Tırnağını takıdık. Bunu yazdık. Hem de mühendisimiz özümüz white de bezip kalıyor. Doğru ifadeledik mi? White. Demek 60, 65, 70, 81, 90, 72 degan beden egirligini kirgizdik. Hem de boy egizlikni kirgizamiz. Boy egizlikni qanday yozdik? Height. Boy egizlikni height deymiz. Hem de bu yana C'den birini qo'ydik. Boy egizligi mer necha var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 samba. Yani 6 danning boy beden egirligi var. Endi bu shunaqa mas kelgan 6 danningki boy egizligini qo'yamiz. Boy egizligini santimetr qilsam bo'ldi, metr qilsam bo'ldi. Masalan, metr alet qildi. 1,73. Yani 1 metr 73 santim degan gap, mana bu. Yana birisi 1 metr 80 bo'lsa, peshulab qo'yilmaydi, chip qo'yib, uning keyin pesh qo'yishlar. 80, 1 metr 80 bo'lsin, uning keyin 1 metr 65 bo'lsin. 1 metr 65 pesh. Uning keyin 1 metr 90 bo'lsin. 1 metr 74 olsun. 1 metr 74.
Eng ahirchi 1,91 birni qilib qo'ygan. Tırnak itildi. Endi bunga height deb qo'y, to'g'ri yoziladi. Neçsam bo'libdi? 1 2 3 4 yani 1 2 3 4 5 6. 6 sam bo'libdi. Demak, 6 ga 6 to'g'ri keldi endi. Endi buningki badan egirlik ko'rsatkichni qanday ishlab chiqardik? Buningga BMI. BMI degan nimaga teng? BMI ni hisoblashni bildirganlar aqchan birdamlik bo'lmanda aytalaymiz deb. BMI ni qanday hisoblaymiz? BMI ni badan egirligini badan egizligininki kvadratiga bölüydümiz. Aynı o deymi. İsimli qilishcha. White bölümüz. Egersizlik bölümüz deganini bildirdi. Height. Ondan bunu bölümüz. Bunun kvadratı 2 equal hem de BMI ne çıktı deganini chiqaramiz endi. Fasli internet. Demek body index chiqdi endi. 20, 25, 22, 29 aptillarni o'zini qo'ygan 19 deganda qanday ekan. Endi mushu badan egirliklarning yig'indisi, badan egizliklarining yig'indisi deganni qanday topamiz degan son bu tirnoq. Buning ichiga endi height ni qo'yib qo'ysangiz, masalan, height egirliklarning yig'indisi 438 ekan. Endi egizliklarning yig'indisi qancha ekan desanglar, buni o'zingizlar ishlab baqsangiz bo'ldi. Endi o'ttirchi bo'y egizlik qancha ekan, o'ttirchi egirlik egizlik qancha ekan deganlarni hammani chiqara olasizlar endi. Endi bu badan egirlikninki grafik ifodalanish qilib qo'yamiz. Masalan, bu yerdan platni ishlatgan tushunami? Plat. Men plat deb ishlatmayman buni. Plat deb. Plat bosh o'rin tirnoq wide badan egirligi va nimaninki qaysini oldiga yozsam bo'lardi. Men heightni oldiga yozib, uning keyin dash wide dash. Endi bu ifodalangandan keyin badan egirligining nimiz ifade grafik ifodalaymiz. Buningki ifodalagan vaqtda chekit shaklda ifodalandik yoki jumloq shaklda ifodalandik yoki to'rtchas shaklda ifodalandik deganlar bor. Uni asta-asta o'rganamiz. Mana 3 bilan shakldagini pitch deymiz. Bu equal 2. Ya'ni pitch 2 degan bildirgan 3 bilan shaklni bildirdi. 3 bilan chiqdi degandek. Masalan, bastık. Manda şekilde oldu endi. Mana. Egirlik mayanga chiqdi. Egizlik cho'q, x to'xta, y ko'q, egirlik. Bularniki farqlashmaydi. 6 sambati bor mana. Bu shaklda farqlashdi endi. Bu demsa qolganini kelar qatimda darsimizni davomlashtiramiz. Bugun mushaharchilik bo'lsin. Kelar qatimda texnik ko'p mazmunlarni o'rganishni xohlasangiz, kanalga a'zo bo'lishni unutmaysiz. Do'stlaringizga tavsiya. Agar kanalımdan darslardan manfaat olgan bo'lsangiz, do'stlaringizga tavsiya qilib qo'yishingizni unutmang. Rahmat. Xo'sh.